Assalomu alaykum, hurmatli bolalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Va nihoyat biz olxo'rilarda qanaqa natijalarga yetib kelganimizni siz bilan birga baham ko'rmoqchimiz. Mana 2-yilda biz nima yutuqqa erishdik, natijalarga turibmiz. Balandligi e'tiboringizda bo'lsa, xuddi shu bog'ni tarbiyasi noldan qo'yib kelinyapti. Mana shu ko'rsatkich o'tgan yil 7 kilo, 8 kilo, 6 kilogacha hosil berdi birinchi yilda. Ko'chatimiz 2024 yerga qadalgan. 2025-yil 5 kilodan 7 kilogacha hosil oldik. Mana bu yil 2026-yil ikkinchi yilga o'tdi. Mana 2 yil to'liq bo'ldi, 2 ga kirdi. Bizga nima yutuqni beradi? Nasib bo'lsa ko'ramiz birgalikda. Keling yaqinroq ko'raylik. Yana shu o'rinda aytib o'tamiz, quyosh nuri qanaqa xususiyatga, qanaqa kuchga ega. Mana hozir sanamiz 2026-yil 19-mart. 2 soat, 3 soat oldin bir video chiqardim shaftolida. Qanaqa ta'sir qilgan? Shaftolini qancha, mana ko'chatlarda qancha tag qismini quyosh nuri bilan ta'minlasak, shunchalik pishadi. Bizga asosan tepa qism qanchalik go'zal ishlaydi. Nega? Quyoshga erkin shabada har qanday yorug'lik bilan ta'minlangan holatda. Mana keling endi mevalarimizga o'tamiz. Mevalarimiz qanaqa bizga effekt beryapti? Ora ochiqligida biz bu ko'chatni 2025-yil 3 marta zilyonni qilib, 4-marta avgust oyidagi kesuv quyosh nurini o'z vaqtida tushirganmiz. Quyosh nuriga teng keladigan hech qanaqa bir ximikatlarimiz yo'q. 15% qolsa ham mana shu yerda o'ziga qarang. 1 2 3 4 g'alvirdan o'tib boshlandi mana. Bular sarg'ayib tushib ketadigan holati. Shu yerda o'ziga nechta mevamiz turibdi. Keling bitta bu ko'chat bilan emas, boshqasi bilan ham tanishib o'tamiz. Mevasiga kelsak, mevasi o'tib bilinib qoldi. Sarg'ayib tushib ketadiganlari qanaqa, qoladigani qanaqa. Endi bundagi oziqalar, ozit moddasi nima, mana bu beriladigan ximikatlardan tagida kamroq foydalanilgan. Ana shuni hisobiga salgina daraxtimiz nimjon. Buni endi o'ziga keltirib olamiz, xudo xolasa. Bunda muammo yo'q. Hurmatli bolalar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ysangiz, keyingi videolarda siz bilan ko'rishamiz, xudo xolasa. Mana bizdagi yutuqlar, quyosh nuri boya aytganimizdek, qanchalik markazga tushsa, shunchalik yetiladi. Tag qismlari bilan shunchalik bizga effekti bilan bo'ladi.